alaykum. Shu dargohning aziz ustozlari. Mana shu dargohda unib o'sadigan, shu jajji yuragida jasorat, mardlik, shijoatni saqlab keladigan aziz bolajonlar. Biz bugun insonlarga baxt, quvonch ulashguvchi Palma kompaniyasi ijodkorlari siz azizlarni ozgina bo'lsa-da xursand qilish uchun tashrif buyurdik. Biz sizni aslida tabriklagan emas, biz sizdan kechirim so'ragani keldik. Biz sizdan uzr so'ragani keldik. Sizni ko'rmayotganda yashayotgan dunyodan uzr so'ragani keldik. Chunki siz bizning saboqlarimizsiz. Siz bizning ko'zimizdagi yulduzsiz, qalbimizdagi quyoshsiz. Sizning har bir mana shu jim o'tirishingiz hayotga sig'magan kattadan katta orzular, aytilmagan nolalar, tinglanmagan